قولي لهم إن الحديث كجنة إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aval bizni yo'qdan bar qilgan, bizni yaratgan ulug' Alloh subhanahu va taologa bitmas tugamas hamd sanolarni yo'llaymiz. Anda bizning yo'lboshchimiz, yetakchimiz, payg'ambarimiz ulug' Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomini yo'llaymiz. Andan payg'ambarimizning oila tavobatlarga, sahobalarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan mu'minlarga Allohning salomi bo'lsin. Bizning bugun to'xtalmoqchi bo'lgan temamiz nihoyat muhim, ama intayin qiyin bir tema ekan. Ya'ni rostchilik. Chunki buning qiyinligi qayerda desa, tushunish qiyin emas ekan. Ammo rostchilik, ya'ni samimiyat har qanday bir inson uchun, bir mo'min, bir musulmon uchunmi hayotida ijro qilishi va bu samimiyatdan iborat bu axloqni o'zining muntazam va doimiy odatiga aylantirishi intayin qiyin ekan. Shunlashqa biz bugun oldingi xatımı bence ta'kidladim. Her bir babni bir yadroliq mazmun qilib turib, shu babdagi hadislarni va boshqa oyat hadislarga bog'lab turib, shu temani yoritib berishga tirishmoqchiman. Agar har bir hadis haqida to'xtalsak, pek uzun bo'lib ketdik. Hem nurg'un hadislarning mazmunida o'rtaqlik bo'lganligi uchun, shu hadislardan o'rtaq bir prinsip chiqarib olish hayotimiz uchun meningcha texma uyg'un ekan deb o'yladim. Hammalar Riyaz Solihindagi shu babda o'qigan bo'lishinglar mumkin, ya'ni rostchilik haqida. Biz bugün so'zlaydiganimiz shu hadis va oyatlarni umumyuzlik bir xulosalab chiqib, bir qancha nuqtaga markazlashtirish yoki yig'inchoqlash. Mening bu rostchilikni tushunish oson qilish taskan deyishim, hammamiz o'zimizning shaxsiy hayotini eslab boqadigan bo'lsak, hayotimizda haqiqatan rostchil bo'lishning, sadoqatmand bo'lishning inson uchun bek tez ekanligini his qila olamiz. Agar tijorat qilib qolsak, tijoratda rostchil bo'lishning tez ekanligini his qilamiz. Boshqa vaqtlarda shundoq. Ammo rostchilikning bizning dinimizda tutgan o'rni, amaliyotda biz tunji dersimizde ixlos, yani niyat haqida so'zladik-ku. Amaliyotda bu rostchilik shu niyat bilan bir tuqqan. Ya'ni ixlos bilan bir tuqqan. Rostchilik deganimiz mening tushanchamcha, agar bir ta'bir berishga to'g'ri kelsa, insonning qalbidagi ixlos yoki samimiyatning tildagi va harakatdagi tashqi ifodasidan iborat. Men eng avval shu rostchilikni lug'at ma'nosi va diniy atalg'udagi ma'nosidan tushuntirishni boshlay. Rostchilik, ya'ni rost gap qildi deganni arabchada sadaqa deb ataymiz. Qur'oni Karimda bu sadaqa kalimasi o'xshamagan so'z shakllarida 60-70 dan ortiq o'rinda kelgan. Bu sadaqaning ma'nosi oddiy tushungan vaqtimizda rost gap qilish deganlik. Ya'ni ma'lum bir hodisa yoki ma'lum bir shay haqidagi chinlikqa uyg'un uchurni yetkazish degan gap. Masalan, bu kitob desam ishinizlar. Nimishqa? Chunki qo'limdagi bu kitob. Ma'lum kitobdan iborat ma'nosini obyektiv chinligi. Endi men bu kitob deb yetkazganim sizlarga mening rostchiligim. Rost gap qilish deganlik ma'lum bir voqea yoki obyektiv shay haqidagi eng to'g'ri uchurni yolg'on aralashtirmasdan boshqalarga yetkazish yoki so'zlash. Ammo buning ma'nosi bunday oddiy emas. Diniy istilohga kelgan vaqtda, ya'ni oyatda yoki hadislarda rostchilik, rost so'zlash yoki sadoqatmanlik deb kelgan vaqtda bu nuqul ma'lum bir obyektiv shay haqidagi to'g'ri uchurni yolg'on aralashtirmasdan yetkazib qo'yish degandek oddiy ma'noda emas. Masalan, bir misolni olaylik. Birisi Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi deb guvohlik berdi. Demek bu yerda ikki narsa mavjud. Birisi
Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi ikenliginden ibaret bu hakikatni o sözledi. Yani yetkizdi. Bir objektif hakikat var. Yani Peygamberimizden, yani Muhammed Aleyhisselam'dan elçi ikenliginden ibaret. Ondan keyin onun Peygamberimizden Allah'tan elçisi ikenligini digerliginden ibaret bir rastçılık var. Onda da bu doğru mu? Bu rastçılık bizning dini atalığımızda yeterlik mi? Onda emas. Endi bu yerda üçüncü bir mesela yuqoriroq seviyaga yetsek biz yoki texmi cho'nqirlasak bu rastçılıkni nuqul ma'lum bir obyektiv shay haqidagi to'g'ri uchurni yetkazishni emas ekanligini bilalaymiz. Hozirgi misolga aytib kelaylik. Agar u odam tilida Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi dedi. Yani bir obyektiv haqiqatni tili bilan yetkazdi. Ammo qalbida ishonmagan bo'lsa. Eğer o kalbide Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi ikenligiga ishonmay turib, ammo tilida yetkazib qo'ygan bo'lsa, u rastçılık qilgan bo'lmi? Bo'lmadi. U rastçılık deganimiz o'zi yetkazgan to'g'ri uchurga o'zining ishonishini ko'zda tutadi. Eğer o o'zi ishonmay turib tilida yetkazgan bo'lsa-mu, u rost gap qilgan bo'lmaydi. Şu Allah Qur'oni Kerimda Sura Munafiqunda bir ayet var. Mundaq deydi. Munafiqlar senin aldığına kelganda guvohlik beramiz ki sen Allah'ın peygamberisan deydi. Yani munafiqlar peygamberimizin peygamber ekanligini tilida tasdiqlaydi. Sen peygamberisan deydi. Ammo senin hakikaten Allah'ın peygamberi ekanligini Allah biladi. Allah guvohlik berdi ki bu munafiqlar chuqum yolg'onchilardir deydi. Yani bular kazzablardir deydi. O da tilida degan tursa Nemişki kazzap deydi? Çünkü ayetten ayeti roşen bilip durup biz münafıklar Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber ikenligi ishonmaganligi uchun. Bunu biz xulosalagay vaqtda bunda bir formulani chiqarishimiz mumkin. Samimiyat yoki rostchilik deganimiz bir mu'minga nisbatan uning qalbi, ishonishining. Andan keyin shu ishonishini tili bilan yetkazishining, so'zining. Andan keyin shu ishonishinin uning harakatiga aylanishining, ya'ni harakatining. Bu üçünün birdekligi andan keyin bir mu'min musulmonga nisbatan haqiqiy rostchilik va haqiqiy sadoqatmandlik hisoblanadi. Agar bu üç halqi birisi-birisini üzülüp qolgan ahvol ostida og'ir masala kelib chiqadi. Bu halqini aytib cho'nqur bir tema aslida. Biz bu haqda texmi cho'nqurlasak, kalamdagi iman ig'izdagi so'zmi yoki qalbdagi bir ishonchmi yoki harakatdagi bir harakatmi degandek bir texmi cho'nqurga ketib qolamiz. Ammo cho'ng jihatdan aytganda agar rostchilik ta'bir berish to'g'ri kelsa, mush oyatni ro'yida meni ko'ralaymiz. Rostchilik cho'qim o'zi ishongan narsani, to'g'riligiga ishongan narsani anadan keyin yetkazish. Agar u to'g'riligiga ishonmadi, ammo u haqdagi to'g'ri uchurni yetkazgan bo'lsa-mu, u bir mu'minga nisbatan u rostchilik emas. Deb qo'yganlar bir gap. Masalan, buni dalillaydigan yana bir oyat Sur Muhammadning 20 va 21 oyatlarida bundaq oyat bor. Müminler nemishqi jihad urush yani urush emr qilingan bir oyat nozil bo'lmadi deyishdi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'lgan vaqtda qalbida kasal bor kishilar ular qo'rqqandan chiroyi o'ngib ketgan holda payg'ambarimizga xuddi o'limdan qo'rqqandek sanqarashib ketdi. Rasmiy jihad farz bo'lgan vaqtda, ya'ni bu urushdan iborat bu farz rasmiy barpo qilingan vaqtda ular Allah'a sadiq buluşkan bo'lsa, ya'ni bu yerdagi men Uyg'urcha deganim sodiq deganim arab tilida sadaqu deb ishlatilgan. Ya'ni ular sodiq bo'lgan bo'lsa, ya'ni rostchil bo'lgan bo'lsa, ular uchun eng yaxshi edi deydi. Endi mening ojiz qanoatimcha, men yerda biz rostchillikning yoki sadoqatmanlikning yana bir ma'nosini his qila olamiz deb o'ylayman. U bo'lsa-mu boshda voy qachon bizga shu mushriklar bilan urush qiladigan bir urush qiling deydigan buyruq tusha Allohdan deb taqatsizlanib so'rashdi. Ammo shu oyat rasmiy tushgan vaqtda qalbida kasal va bir turkum kishilar, ya'ni munofiqlar bu oyatdan yoki bu oyatning amridan qo'rqib ketdi, titrab ketdi.
Ya'ni haqiqiy sodiq bo'lmadi. Bu yerda sodiq bo'lmagan narsa nima? Bu yerda sodiq bo'lmagan narsa asli urush qilsa biz maydonga chiqamiz degan o'sha va'dasiga sodiq bo'lmadi. Shunlashqa men rostchilikning yana bir shakli o'zining ahdisi bilan birliklikni saqlash. O'zining dastlabki va'dasi bilan. Men bunda qilma degan bir gapi bilan va'dasini amalga oshirish va birdek bo'lish. Buni Peygamber Aleyhisselam'ın hadisimi kuvvetlaydi. Yani munafiqlikning 3 alomati bor. Ular sözlü salı yalgan sözleydi. Ahdi qilsa yoki va'da bersa, uni tutmaydi, ya'ni xiloflik qiladi. Amanet berilsa, amanatni zoya qilib o'tadi. Shu yerdagi ahdi berilsa tutmaydi deganlikni munofiqlikning alomati qildi. Buning yana bir shakli menimcha rostchil emaslik. Yani rastçıl bo'lmadi desa, asli bergan va'dasida turmadi. Demak, u rastçıl bo'lmadi. Endi yuqorqi men so'zlaganlarim rastçıllikning mayli tilshunoslik nuqtasidan yoki diniy atalg'u nuqtasidan men xulosalagan ma'nolari shu. Endi biz bu rastçıllikning zodi qanday bir uqum ekanligini yanala zodi rastçıllik qanday muhim degan mushu savolga javob berish orqali texma cho'nqur his qila olishimiz mumkin deb o'ylayman. Chunki biz ahamiyat bermayotgan ishlar amaliyotda biz muhimligini haqiqiy cho'nqur his qilolmayotgan yoki muhimligini his qilishdan bir xil o'zimizni qochirayotgan ishlar. Buni bir qancha nuqtaga yig'inchoqlashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni rostchilikning qimmatini, vaznini, mayli diniy jihatdagi vazni. Diniy jihatdagi vazni deganimiz rostchilikning yoki uning aksi bo'lgan yolg'onchilikning dindagi o'rni yoki hukmi. Yana bir qimmati deganimiz men ifodalamoqchi bo'lgani mu'min yoki musulmonga nisbatan uning hayotiga ko'rsatadigan ta'siri. Chunki islom bizni bizga foydali narsalarga buyurgan. Biz uni qilsak bizning har ikkala dunyodagi hayotimizning sifatini o'stiradigan ishlarga buyurgan. Agar biz buni taqim konkret his qila olsak, bir tarafdan dinimizning hikmatini taqim cho'nqur tushungan bo'lamiz. Yana bir tarafdan biz sal qarayotgan bo'lsak, buningdan keyin diqqat qilishga, sal qaramaslikqa yuzlanamiz. Birinchisi, rostchilik bizning dinimizning Allohning nazarida maqbul bo'lishining birinchi oldingi sharti. Biz niyatning xolis bo'lishi haqida, ixlos haqida so'zladik. Bayam dinimga o'xshash amaliyotda rostchilik deganimiz dal shu ixlosdan boshqa narsa emas. İxlosdan boshqa narsa emas. İxlos agar uni bir qalbning amali deyishga to'g'ri kelsa, rostchilik ana shu ixlosning bir mevasi. İnson hayotida amaliy ko'z bilan ko'rgili bo'lgan narsa. Ya'ni nima? Rost so'zlash va rost ish qilish. Masalan, biz oldingi qitim g'orga qapsilib qolgan shu 3 kishining shu 3 kishi haqidagi hadisni o'qidik. Ya'ni uni zodi g'ordan qutqizib qo'ygan narsa nima degan narsani so'zladik. Ularning tavbasi dedik. Yoki ular ilgari qilgan ishni, ilgari qilgan bir yaxshi ishini Allohga vasila qilib so'zladi. Endi men bu hadisni qayta takrorlamay, qayta so'zlamay. Shuning bilan Alloh ularning duoyini ijobat qilib g'orni echib berdi. Endi buniga texmi cho'nqurlasak, bu uchaylarning bu amalini Alloh nima uchun maqbul qildi degan savolga bu savol haqida o'ylansak, meni qarashimcha, ularning rostchilik sababi. Shu amali haqidagi niyati, ixlosi rostchilik bo'lganligi uchun, yolg'on bo'lmaganligi uchun. Ularning amalini qabul qilgan yoki qabul qilishiga sabab bo'lgan narsa, ash amalning tashqi ko'rinishi o'zi emas, balki shu amal bilan birlashgan ma'naviy bir kuch. U bo'lsa rostchilik. Endi biz yana Tabuk g'azotasiga chiqmagan 3 sahoba haqidagi voqeani eslab boqaylik. 3 sahobaning aytib katta sahobalar ekanligi, ularning shu 3 ishidan boshqa hayotiga dog' tushirgan hech qanday bir yomon amalining yo'q ekanligini so'zladik. Alloh Qur'oni Karimda dal ularning tavbasini qabul qilganligini ochiq bayon qilgan. Ochiq bayon qilgan. Ularning tavbasini nima qabul qildi? O'xshashli bir sababdan, ya'ni rostchilik. Ularning tavbasi rostchil tavba bo'lgan. Ular yolg'ondan tavba qilib qo'ymagan. Eg'izining uchida so'zlab qo'ymagan. Shu ularning rostchiligini Alloh Qur'onda tasvirlab, ularning dillari siqilgan. Kengri olam ularga intayin tor bilingan deb so'zlaydi.
Yani onundan keyingi oyatda ey müminler Allah'tan korkunglar, rastçılığa bilen birga bo'linglar dedi. Agar bu ikki oyatni tartib bo'yicha birlashtirib o'ylab bakadigan bo'lsak, Allah şu 3 kishini rastçılığa qatorida hisoblaydi. Endi biz hammamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni az to'la bilamiz. Peygamberimiz sahabelerning ko'piga, bulutmalıqı katta sahabelerge ma'lum bir güzel isimni qo'yib qo'ygan. Shularning ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ismini hammamiz bilamiz. Siddiq deb atalgan. Siddiqning ma'nosi rastchil deganlik. Ya'ni rast so'zliguvchi deganlik. Nima uchun shunday atalgan? Peygamberimizin yana bir hadisida aniq bor. Bütün ümmetimning imonini tarozining bir tarafiga qo'ysam, yana bir tarafiga Abu Bakrni qo'ysam, Abu Bakrning besib ketadi dedi. Endi buningdan mush hadislar Abu Bakr radhiyallohu anhuning qanday bir maqomda ega ekanligini ko'ralaymiz. Masalan, Ömer radhiyallohu anhu her daim Abu Bakr'dan bir zo'qlandi. Ajoyib bir kattaydi. Hey, men ajab yetishamadim mush Abu Bakrga deb hayotida afsuslanib, xili tirishib baqibmi zodi yetenmagan. Yetenmaganligini o'zi iqror qilgan va qabul qilgan. Endi uning Siddiq deb atalishining muhim sababi Peygamberimizning vaqtida, Makka vaqtida Isro va Miraj deb bir voqea yuz bergan. Bu voqeani hamma bilasizlar. Normal kainatning qonuniyatlari nuqtasida aytgan vaqtda Isro va Miraj qonuniyat qo'ygan emas. Chunki Payg'ambar alayhisolamning Makkadan bir kechida masalan Isroilni hozirgi Falastinni orliqni hisoblasak, balkim az deganda 1-2 kilometrlik yo'l. Shu yo'lga bir kechida berib men Palaniyaga berib keldim. Osmonga chiqdim. Bundan da işte bo'ldi degan vaqtda Makka mushriklari buni kulib ketib, bunga ishonmay Abu Bakrni yanına vardı. Senin hemrayının nimde yügelligini anlamadım, nime dep tursun, bunda dep tursun. O diyen bolsa rast. Yani şunda mı dedi bu dep ikkilinip mi zahmet? Eğer o diyen bolsa rast. Anladın işini mi? Anladın ki yine Allah Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın anısı, hemimiz biliriz. Meryem anımızı süpetlep o intayın rastçıl ayal idi deb süpetlaydi. Yani Meryem anımızın süptini bu bir ig'iz söz bilan ifodalaydi. Yani sadiqatun. Sadiqatun deganning ma'nosi rastçıl ayal deganlik. Ama nurg'ulg'an süpetlar var. Hayotda bir insonni süpetlash uchun qo'llangan bo'lgan. Shuning ichida atayin Alloh taolo Meryem anımızın en mahiyetli süpetini, yani rastçılligini bizga ko'rsatdi. Onun şu bir kelime bilen süpetlengenligi, yani muşu süpetning aloqi. İnsan hazırlayalaydigan güzel ahlaklarning en kattisi ekanligini ko'rsatdi deb o'ylayman. Endi biz Payg'ambar alayhisolamning payg'ambar bo'lishdan ilgari Makka jamiyatida, ya'ni Makka mushriklarining yoki Makkaliklarning nima deb ataydiganligini bilamiz. Amin deb ataydi. Amin deganlik ishonchlik deganlik. Ya'ni rastchil deganlik. Ya'ni hayotida bu yolg'on aytib boqmagan, yolg'onchi emas deganlik. Yani muşu hemmeni yıqqa vaqtimizda biz bunda tasarruf bakılı. Hemme işini kıldık. İslam'daki nurgun yaxşı işini böyle kıldık. Ama rastçıl olmadık degenden keyin lan bu nima? Bizning qilgan yaxshi ishlarimizning hammasi amaliyotda tigi yolg'on deganlik. Uning tigining yolg'on bo'lganligi dal dilimizning yolg'on bo'lganligi, niyatimizning egri bo'lganligi. Shu sababdan gerçi biz neçe milyonlab pul harcayıp ketsakmi? Bazı amellerini tashqi ko'rinishida nayda voyaga yetkazsakmi? Ama onun ma'naviy tarafi, yani ixlosimiz, rastchilligimiz yetarli bo'lmagan holatda u amallar qancha katta va go'zal bo'lishidan qat'iy nazar, yine Allohning oldida hech bir qimmati yo'q deganlik. Shunlashqa bu rastchillikning meningcha birinchi qimmati bizning dinimizning, dindorligimizning Allohning oldida maqbul bo'lish yoki bo'lmasligining oldingi sharti. Çünkü bu alganda adetteki bir süpet demez. Ama ikincisi. Benim karşımca rastçılık insan hazırlayalaydigan barlık güzel ahlakının yıldızı. Yani menbesi. Mesela birisine ait kaltıs baltır buluşu mümkün. Birisi naiti
keng qo'lsoq apushan odam bo'lishi mumkin. Birisi intayin sexiy odam bo'lishi mumkin. Hozir deganimga o'xshash. Uni aytdi sexiy odam. Biz uning sexiyligidan ta'sirlandik. Birisini aytdi qaltis botir odam. Ammo oxirida kelib u rostchil odam emas bo'lib qolgandan keyin biz uni hukm bergan vaqtimizda bizning ko'zimizga u botir edi, u jiqpul qajlagan sexiy odam edi degan sifatlar kelmaydi. Uni to'liq unutib ketamiz. Uning shu yolg'onchiligi, yana soxtapazligi, rostchil emasligidan iborat mushu sifatlar, lekin mushu nacharliklar uning barliq biz ko'rgan go'zalligini bizning nazarimizdan supurib tashlashga yetarli. Masalan biz yaqin bir do'stimiz bilan ma'lum bir sababdan arazlashib qoldik deyli, gap talashib qoldik. Hatto u bizni tilladi, haqoratladi, ig'ir gap qildi. Texmi ig'ir o'ylab baqala, hatto urushib qoldik, mushtlashib ketdik deyli. Keyin birisi aramizda tuzab qo'ymoqchi bo'lib kelsa, mening qarashimcha faqat gerçi mushtlashib ketgan bo'lsaqmi, tillashib ketgan bo'lsaqmi, her ikki tarafning birisi-birisiga bo'lgan hissiyoti rostchilli bo'lsa, bu munosabatni qayta barpo qiladi. Ya'ni yaqina kelgan bo'ldi. Tillashib ketgani, urushib ketganlarni kechirib etishkili bo'ldi. Chunki ayarda birisi-birisiga nisbatan hissiyot jihatda masalan yoki ani udi sababi yolg'onchilik emas bir sabab bo'lishi mumkin. Er-ayol arasidagi munosabatdimi shundoq? Qarindoshlar, do'stlar arasidagi munosabatdimi? Rostchillik, samimiylik tirikli bo'lsa, boshqa o'xshashmasliklarni hal qilib bo'ldi. Agar shuli bo'lmasa, vaqtda boshqa barliq o'zlashtirishlarning hech qanday qimmati yo'q. U chog'da u uzlashib berganlar yolg'ondan uzlashib bergan bo'ldi. U yorishib berganlar yolg'ondan yorishib bergan bo'ldi. Amaliyotda mening barliq axloqning tigi deganim hozir birinchi qatim degan bizning dinimizning maqbul bo'lishi deganimdan taxmi konkretroq, boshqacharoq ifodalanishdan boshqa narsa emas. Odatda axloq falsafasida qanday narsa axloq bo'ldi degan savolga bunda javob beriladi. Agar bir go'zal ish muayyan bir g'araz bilan emas, shu ishning go'zal bo'lganligi tufaylidan qilinsa, anadan keyin bu axloq bo'ladi. Masalan, biz birisine yordam qildik. Yordam qilishdan iborat bu ish bir go'zal axloq bo'lganligi uchun yordam qilgan bo'lsak, bu axloq. Yoki bu ish axloqiy ish hisoblanadi. Agar biz anınga yordam qilsam, keyin oldiga boradigan bir ish bormi? Bu yo'limizni uchiqroq tutmasak olmaydi. Yoki uning qo'lidan bunda bir ish keladi, keyin oldiga borgan vaqtda azodi deyalaymiz. Degan g'araz bilan qilgan vaqtimizda, ma ish amal jihatdan go'zal ko'rinsa-mu, ammo axloqiy ish hisoblanmaydi. Uni axloqli ish deyilmaydi. Nimishqa? Chunki rostchillik yo'q bu yerda. Rostchillik yo'q. Shunlashqa barliq go'zal axloqning yiltizi deganim, biz mayli go'zal axloqdan nayt chiroyli niqobni olsaqmi, nayt go'zal kiyimlarni tikib kiyib olsaqmi, ammo uning tagida rostchillik bo'lmasa, bu go'zallikning hammasi asli o'zimizdan sap baqsaqmi, hech qanday qimmati yo'q. Chunki rostchil emasligimizni amaliyotda o'zimizni bilamiz. Endi uchinchisi, endi diniy hukm nuqtasidan aytgan vaqtda rostchillikning muhimligini deyish uchun yolg'onchilikning hukmini deyish lozim. Yolg'onchilik bizning dinimizda aniq hadis bilan sabit bo'lgan harom bir amaldan iborat. Masalan, bizning qaysimizning yushurin enida yoki islomiy enida biz hech bir zaman yolg'onni bu qadar ig'ir deb bilmaymiz. Yolg'onni bu qadar ig'ir deb bilmaymiz. Mesela Uygurlarning realligidan da o'ylab boqinglar. Ba'zi bir maqol tamsillarimiz bizning turmush yoki tijoratda amal qiladigan prinsipimizga aylanib ketgan, mashhurlab ketgan. Masalan, yolg'on aralashmasa boy bo'lmas. Endi birning qiz birning bo'lmas deb gap bor. Saman aralashmay loy bo'lmas, yolg'on aralashmay boy bo'lmas. Mesela buni
nurg'un 5 vaqt namozni aytib yaxshi o'qiydigan qarindoshimizni deydi vatanda. Endi anda degan bilan bunda gap ekan. Ammo a hadis nima deyapti bizga? Bugungi kunda men shu musulmonlar dunyosida shu ittifoqlashanmaslik bu keyingi mazmunimiz emas. Halbuki bütün tashqi dunyoga nisbatan axloq jihati ulgu bo'lolmaganligimizdagi eng ro'shan aloyidlikning birisi bizning o'sha rostchil emasligimiz. Yoki rostchillikni bunda desak, voy rostchillikmi bor deyilishi mumkin. Ammo umumiy jihatdan bir millat bilan millatni, jamiyat bilan jamiyatni bunda top selishtirgan vaqtimizda biz musulmonlar dunyodagi eng rostchil qavm, bugungi dunyoda degan davoni jamiyatshunaslik tekshirish statistikalarimiz isbotlamaydi. Buning aksini isbotlashi mumkin. Masalan, o'tganda bir gap bo'ldi. İnşallah degan so'z haqida. Eng ulug' so'zlarning birisi. Bir musulmon ishlatadigan. Endi bu ammo musulmonlarning konkret turmush iste'molida mayli Turkiyadagi turk musulmonlar orasida, mayli arablarning orasida Maaşımızı şunda kılamdık degan savolga inşallah deb javob berilsa, bu ishni qilinmaydiganligini hammadan bilgan. Demak, inşallah degan gap yolg'onning simboli bo'lib qoldi-da. Bu mesela buni ham bizga Amerikaliklar, Yahudiylar qizib qo'ymagan. Bu rostchilikdan bizni yiroq qilayotgan nima? Ya'ni biz qiyomatda Allohning oldidan bir kollektiv hisob bergan vaqtimizda biz butunlay qila oladigan toqatimizning ichidagi ishlardan avval hisob beramiz. Hem en adil şeklimi şu. Bayam dinimge o'xshash nurg'un tashqi sharoitning hozirlanishi bilan ondan qig'il bo'ldigan, dushmanning mudoxalasi tufaylidan qilinmaydigan nurg'un ishlarimiz bo'lishi mumkin. Ma ishni qilinmadik deyilgan chaqda bizni palonini qig'ili qo'ymagan degan bo'lishi mumkin. Ammo hech bir zaman biz musulmonlarni shu g'aribliklar yoki amerikaliklar saxtapaz qilib o'tgan, yolg'onchi qilib o'tgan, samimiyatsiz qilib o'tgan deymiz. Ama demesi ki bugünkü dünyada samimiylikning örneki süpütüdü musulmonlar emas, başka milletle tilg'anadi. Ben Allah'ın oldida men bugünkü kuni shunday o'ylayman. Agar bugungi kundagi musulmonlar umum jihatdan Allah'ın oldida eng yuzkilanmaydigan ishlarning birisi nima desa, balkim nurg'un narsalar ko'rsatilishi mumkin. Nurg'un narsalarni tashqi sabab yoki sharoit yor bermagach qilinmagan deb aqliga bo'ladi. Mesela iqtisodni taraqqiy qildirolmadi, musulmonlar kuch bo'lolmadi, qurol yaroqda keyinda qoldi degan gapni deyilib oladi. Masalan, g'arbning yadro qurolni kengaytirib etmaslik deganga o'xshash shartnomalar bilan musulmonlar dunyosi biroz putqulini tushganligi yolg'on emas. Desa deyilib bo'lishi mumkin. Ammo tashqi dushmanlar shu musulmonlarni saxtapaz qilib etdi. Ularni yolg'on aytgan qilib qo'ydi degan gapni qiyomatda deyilib olmaydi. Bu jihatda bu axloq islohotida eng avval rostchilikning bizdagi bu qadar mudom ichinishli ahvoli hammamizni o'ylantirishi lozim. Bu ham deganimga o'xshash hamma yaxshi bo'lib ketdi, rostchil bo'lmadik, bir nol. Bekor. Endi to'rtinchisi rostchilik biz hozir eng da'vo qilayotgan bir narsa. Mayli Uyg'ur musulmonlari, mayli dunyodagi boshqa musulmonlar ittifoqlash. Biz ittifoqlashammidik. İttifaqlasak bo'ldi, ittifaqlashayli, oyat hadisga kelayli degan davoni qildig'ini necha yuz yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yangi gap emas. Hammadan desada da'voga bo'lgan bir gap. Unda nima uchun unda emas degan bir savol bor. Men uchun bu shunday sabablaridan biri, albatta hamma sababi bu şey deyishni aytib qiyin. Rostchilik ittifoqlashning asosi. Nimishqa? Agar ikki odam orasidagi munosabat rostchil munosabat bo'lsa, ya'ni samimiylik ustiga qurilsa, o vaqtda bizning munosabatimiz ishonch ustiga qurilgan bo'ldi. Ishonch ustiga qurilgandan keyin paloni masalan ma'lum bir yaxshi ishni qilsa, biz o'zining inoatini, o'rnini ko'tarish uchun bundoq qo'ygan bilan demaymiz. Nimishqa? Chunki biz uning yolg'on qilmayotganligiga ishonchimiz bor. Endi qanday odam bilan ittifoqlashib bo'lmaydi? Biz niyatidan, g'arizidan gumonlangan odam bilan o'zimizni tashlab turib ittifoqlashib bo'lmaydi. Qachon mening keynimdan bir pichoq urib o'taki degan odam bilan ittifoqlash mumkinmi? Xotirjam hammani o'rtaq planlab bir harakat, bir nishon ostida uyushish, shuningga o'zimizni atash mumkinmi?
Mümkün emas. Şolaşqalıqı biz ittifoqlashish degan vaqtda bir shaxsning rostchilligi amaliyotda shu ittifoqlikning axloqiy asosi. Biz ishonch ko'tarilib ketgan jamiyat deganni tasavvur qilib qo'yinglar, qanday jamiyat? Hamma odam birisi-birisiga gumon bilan qaraydigan jamiyat. Hamma odam birisi-birisiga gumon bilan qaraydigan. Birisining so'zini deyilgan vaqtda u chuqur ma'lum g'arazdan qildi desak. Birisi bir ishni qilsa, uning bu ishni qilgan bilan niyati mundaq deganimizning o'zi bu jamiyatning hech qanday bir ishonch degan narsaning umumlashmaganligini ko'rsatishga yetadi. Endi bu ishonch nima ishga umumlashmagan? Chunki takror yolg'on muomalalarga uchraganligimiz uchun bu kechmishlarimiz bizga shartlik refleks sifatida shuni o'rgatgan. Avval ishonmaslik, ondan ishonish. Biz dushmanlarga ishonmaslikni to'g'ri tushensakmi? Hozir do'stlarga ishonmaslikni taktik hisoblaydigan. Uni aql, uni bir yomonlik, uni bir o'tkirlik, hushyorlik hisoblaydigan bunda g'alati zihniyatmi bor? Bir hikoya var. Kichik bir qiz bilan bir o'g'il birga o'ynaydi ekan, tosh o'ynaydi ekan, ne bilan? Shuni bilan uyan tugagandan keyin o'g'il qizga ikkimiz o'zimizdagi eng yaxshi toshni birisi sovg'a qildi deyishdi ekan. Ma'qul deydi ekan. Shuni bilan ikkisi o'zining qo'lidagi eng chiroyli, eng yumaloq toshni birisi sovg'a qildi ekan. Qaytdi degan uyga. Shuni bilan bu o'g'il kechda yetib, hech uxlay olmaydi ekan. Bu nima ishga uxlay olmaydi ekan desa, asli u o'zidagi eng chiroyli toshni tiqib olib, mana bu toshni berib ekanda. Shuni u o'ylabdi, umi cho'qim menga qo'ldagi eng chiroyli toshni bermadi. Uning qo'ldagi ashu tosh qanday tosh bo'ldi deb rahatsizlanib uxlayolmaydi. Mushaqil ruhiy holat intayin jiq odamlarning hozirgi psixikasini aks ettirib beradi. Chunki o'zi toshni bermaydigan odamligini o'zi bir kelga bilgachga qarshi tarafning shunday qiladiganligini oldin hukm qila oladi. Agar munosabatda samimiyat, rostchillik bo'lgan bo'lsa, o vaqtda biz hozir zoriqib kutayotgan, har kuni davatgan, shu orqali to'layotgan bu ittifoqlik amalga oshishi mumkin. Hozir biz ish harakatidan, gapidan, so'zidan gumonlanmaydigan odam qomini bor Uyg'ur jamiyatida. Birisi maqola yozdi. O'zini ko'rsatish uchun yozdi yoki. Birisi bunday qildi, uni bir nima qilish uchun qildi. U qadar mana rakqa o'xshash yoki hozirgi koronaga o'xshash taqilib ketdiki bu. Mana ishonchsizlik o'zaro munosabatdiki. Hozir shunlashqiliqi. Bu ittifoqlik deydigan shuur to'g'lanadigan. Ammo u ijro qilinadigan ma'naviy zimin yo'q. Shunlashqa bu shuurni to'g'lashdan burun menimcha eng burun bu samimiylik, rostchillikdan iborat eng tubki xislatga qaytib kelmagicha bu ittifoqlik yana shuur paydo qilaveradi. Endi 5-inchisi biz hozir musulmonlar dinni da'vat qilish kerak deymiz. Ham dinimiz haq bo'lganligi uchun haqning tabiati tarqalish. Unda da bu dinning egilarining tabiatimi bu dinni tashviq qilish va tarqatish, da'vat qilish, dunyoga yeyish. Bir mo'minning eng muhim hayotidagi g'oyalarining birisi shu. Unda da bu dinni tarqatishning eng go'zal, eng yaxshi usuli nima? Biz so'zlash darhol esimiz kelishi mumkin. Aytın nutqimizni go'zallashtirish, yaxshi gap qilish, obdan so'zlashni o'rganishimiz mumkin. To'g'ri, u intayin muhim. Uning muhimligidan hech bir zaman shaklanmaymiz. Ammo uningdan muhim bo'lgan yana bir narsa axloq. U axloqning men degan demoqchi bo'lganim, yana rostchillik. Men bu axloq nima demoqchi? Bugungi kunda, albatta bugungi kunda emas, tarixdan bu yana hozirgacha dinni taqitishda, başqa millatlarga dinni o'rgatishda, taqitishda musulmonlarning axloqi eng muhim rol o'ynagan. Bo'libmi buni eng yaxshi misoli tarixda jiq misol qilinadi. Bu Sharqiy Janubiy Osiyodagi, Indoneziya, Malayziyadagi musulmonlarning musulmon bo'lishi, shu yerga tijorat qilib olgan musulmonlarning
rastçılık əxlaqının təsirində musulman olgan. O yerga hech bir zaman qo'shin tatib berib, urush qilganini bilmaymiz. Endi shu qadimgi zamonlarda mushu rastçılık dinimizde taqit uchun qanday asqatgan bo'lsa, bugungi kunda mushu axloq, mushu rastçılık shunday asqatadi. Biz vatanda vaqtda toshchilik qilgan ba'zi qarindoshlarimiz birodarlar ishga kirib Xitoylar bilan tijorat qilganda, ba'zilar necha million pul siqib qolgan bolalarning tijorat axloqi nuqtasidan shu Xitoylarga toshni qaytirib berib yoki pulini yondirib berib, Xitoylar shuning rastçılığının ta'sirini ketib, islomni qabul qilgan musulmon bo'lgan Xitoyning borligini degandi. Bu Xitoycha so'zlab ularga dinni tushuntirgani yo'q bu yerda. Bu bunday din degani yo'q. Faqat agar bir din odamni bu kadar çok menfaatdan vaz kechkizib rastçıl buluşqa ekilaydigan bo'lsa, bu din rastken. Deganli bir narsa. Endi bugungi kunda biz islomni taqitish, atrofga kengaytirish uchun har bir mo'min qila oladigan ishning birisi boshqa dindikilar bilan bo'lgan munosabatda, hatto dinimizning ichidagi qarindoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatda bu rastçılıkdan iborat, samimiyatdan iborat bu axloqni har bir mo'min o'ziga mujassamlashtiradigan vaqtda bizning bu dinimizni taqitish, kengaytirish intayin oson bo'lib ketadi. Chunki dinimizning haq yoki emasligi, dinga kirgandan keyin bu dinning insonning hayotini, jamiyatni qanday go'zallashtirib etadiganligi, mush axloqning amalga oshirilgan andan keyin aniq ko'riladi jamiyatda. Agar bu samimiyat, bu axloq ko'rilmasa, o vaqtda dinning sirtidagilar hozir bizning diniy tashabbuslarimizning aqlga, mantiqqa, psixologiyamizga uyg'un yoki uyg'unlikqa emasligiga qarabla qabul qilmaydi dinni. Ya'ni bu din agar rost bo'lsa, chunki masalaga bunda pragmatik nuqtadan qaraydiganlar bor. Agar bu din rost, haq din bo'lsa, unda bu dinni qabul qilgandan keyin zodi nima foydasi bor? Inson hayotiga nima keladi? İnsaniyat jamiyatini qanday isloh qildi degan savolni so'raydi. Buning eng go'zal javobi musulmonlarning umumyuzlik bir rastçıl axloqni o'zi umumlashtirish. O vaqtda har bir musulmon chuqur berib dinni og'zoqi tashviq qilib ketmasimi, boshqalar bilan bo'lgan munosabat, muomalada o'zining shu axloqini, shu rastçılligini har doim ko'rsatsa, naqadar go'zal. Afsus. Bu jihatda yana bayonqi afsusni qaytib ketaman. Bizning hozir shu dinimizni Hənim bo'lsa Qur'oni Karim va hadislarimiz bo'lib ekan. Hənim bo'lsa shu axloqni o'ziga tarixda mujassamlashtirgan sahobalarimiz va tabiinlarimiz bo'lib ekan. Bugungi kundagi bizning eng echinishli ishimizdan birisi islomni qabul qilsam buni, mana mushunday yashayoldi deb ko'rsatgan bo'lgan bir toplumimizning bo'lmasligi. Yani bunda desek bütün islom dunyosini rad qilgandek bir ta'sir berib qo'yishi mumkin. Ammo bayon deganimga o'xshash jamiyatimizdagi ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, bir vaqtda Asasloymon muallimning bir nimasi bor. Mana aytib ta'sir qilgan kitobida o'zlik va kimlik degan kitobida bir tafsilot bor. Uni bizga so'zlab berganda dars o'tgan vaqtida Shvetsiyada pasportini yo'qotib qo'ydi. Pasportini yo'qotib qo'yib, nayt aloqasida bo'lib ketdi-da. Nayt aloqasida bo'lib ketib, narsa keraklar yo'qotib qo'yganda ekib qo'ygan ekan, shunga xabar qildi berib. Shunday u xotirjam bilan bu yerda bir narsa yo'qolib ketmaydi, chiqadi. Shuni bilan degandek, bir bankaga ish bajirgili bordi-ku deydi, bir bank yaxshi, esimda qolishdi. Shu bankda tushib qolganligini, shu yerga ep qo'yganligini pasportimni topdi. Mana bu yerda Shvetsiyalikning gipi bek ta'sir qilgan. Xotirjam bilan bu yerda yo'qolib ketgan narsa, tushib qolgan narsa yo'qolib ketmaydi. Biz bu xotirjam bilan mesela mush gapni Uyg'ur jamiyati uchun, musulmonlar jamiyati uchun xotirjam bilan ayta olamiz. Mesela mening portmonim yo'qolib ketdi, chiqdi deyalamdi. Portmolda pul var deb ketishi mumkin. Kimligimiz yo'qolib ketsa chiqmaydi. Bu bizning kimligimiz hech kimga hech qanday foydasi yo'q. Bu jihatdan biz haqiqatan hijloqdek bir holatda. Agar biz axloqimiz va samimiyatimiz bilan butun jahonga ulgu bo'lgan vaqtimizda bu din eg'izimizda so'zlagandan natijasi tez sur'atda va unumli shaklda tarqaladi. Shunlashqa men bu rastçılıkni dinni da'vat qilishning eng go'zal shakli deb yozdim.
Mana shunday qaradim. Andan keyin 5-inchisi, 6-inchisi rostchilik bir insonning ruhiy dunyosi uchun nimadan derak berdi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom bu hadisni mana aytdi. Aniq so'zlabdi. Fa innas-sidqa tuma'ninat. Buning ma'nosi rostchilik deganimiz qalbning xotirjamligi. O'zimiz bunday o'ylab baqla. Agar bir inson rostchil bo'lsa, yolg'onchi bo'lmasa, u har vaqt yuzi yo'ruq, ko'ngli to'q yura oladi. Agar u yolg'onchi bo'lsa, har vaqt mush yolg'onim qachon pashulab qolaki degan dakku-dukkudan qutulolmaydi. Shuning bilan bunuqlarla qilmaydi. Bu yolg'on uningga psixik jihatdan ig'ir besim bo'ldi. Chunki dakku-dukkuning o'zi nima? U bir besim, u bir rahatsizlik, bearomlik. Agar bu besim davomlashaversa, biz bir yolg'onchi bir inson o'zining kundalik hayotini xushal-xuram, xotirjam o'tkazayotdi deb aytolmaymiz. Chunki bayam deganimga o'xshash. Ham yolg'onning bir xususiyati shuki, inson bir yolg'onni aytadi. Shuning bilan yana bir chaqda bu yolg'onni yo'gashga to'g'ri keldi. Ko'pincha vaqtlarda, 99% ahvolatida, 100% ahvolatida bir yolg'onni bir rost bilan yo'gash tez. Bir yolg'onni bir rost bilan yo'gash tez. Shuning bilan chunki yo'galmaydi u, bog'lashmaydi. Bir yolg'on narsaga bir rost narsa bog'lashmaydi. Xuddi suv bilan yog'ni aralashtirib bo'lmagandek, bu aralashtirib bo'lmaydi. Shuning bilan bu yolg'onni yo'gash uchun yana bir yolg'onni to'qishga to'g'ri keldi. Shuning bilan bu xuddi qorning to'pi do'milgan sir yo'g'onab ketganiga o'xshash, bu yolg'onni yo'gashdan iborat bu xapliq bizni davomli yolg'onni aytishga qistaydi. Oxirida xuddi bu hadisda deyilganiga o'xshash, yolg'onchilik yomonlikqa boshlaydi. Ya'ni fa innal kizba yahdi ila al-fujur val fujur yahdi ila an-nar. Ya'ni yomonlik do'zaxga boshlaydi. Chunki yolg'onni aytib odatlangandan keyin o vaqtda inson o'ziga nisbatan yaxshi ish qilsa-mu, men baribir bunchalik yolg'on aytib bunda yomon ish qildim. Bu yolg'on ishimning hech qanday qimmati yo'q deb yaxshi ish qilishga-mu intilmaydigan bir holatga kelib qoldi. Shunlashqaligi intayin kasbiy bo'lib ketgan mana yolg'onchi qo'ymichilarning tijoratda qayta rostchil holatiga akilishning qiyinligining sababi shu. Chunki ular bu kadar ko'p yolg'on bilan sog'an ziyonlarni qayta rostchillikqa qaytib to'liqlay oladiganligiga ishonch yo'q. Shunlashqa men shu tutqan yo'limda oxirgacha ching turay deb o'ylab qoldim. Bir narsani to'liqlab qo'yay. Biz ikkinchi nuqtada rostchillik barliq go'zal axloqning asosi va urug'i dedik. Ya'ni barliq go'zal axloq rostchillikdan iborat bu urug' bilan tug'iladi. Peygamberimizning bu hadisidan shuni ko'rsatdi. Ya'ni bu bobdagi birinchi hadis, ya'ni innas-sidqa yahdi ilal birr va innal birra yahdi ilal janna. Ya'ni rostchillik yaxshilikqa boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Ya'ni shuningdan rostchillik yaxshilikqa boshlaydi, rostchillik yaxshilikning onasi desak, bo'laverdi deb o'ylayman. Oxirida bu nuqtani yana bir xulosalab o'tay. Ya'ni rostchillikning bizga nisbatan qimmati va foydasi. Albatta buningdan ko'p. Amaliyotda yuqorqi 6 nuqtani har birini bir qatim so'zlashimiz kerakdi. Men bayon buni tayyorlik qilgach, shunday o'yladim. Har birini bir dars qilib so'zlashimiz kerakdi. Masalan, birinchisi dinimizning maqbulligining sharti rostchilik. Bu bunda biroz preslinib, qisqartirib so'zlanib qoldi. Buni o'zimiz yeyib oldik. İkincisi, bütün ahlak sisteminin asosi rostchilik. Yani bütün ahlakni kurduk, rostchilikni aslını ele versek, üstüdeki ahlak emas değil. Üçüncüsü, rostchilik biz ado qilish yoki ijro qilish talab qilingan bir vacib amal bo'lsa, yolg'onchilik Allah aniq harom qilgan bir amal. Hatta bu harom biz bir haqiqatim qilib qo'ysak yoki pat-pat qilib qo'ysak, unchoq yomon ish bo'lib ketmasaydi aytgan yomon emas. Masalan, biz birisi, ya'ni shu ta'kidlagim keldi. Bir musulmon haroq ichib sasa,
yoki bir mas'ul olib qolganini ko'rsak, balkim butunlay nazarimizni saqit qilishimiz mumkin. Bu paloni harqishib yuradigan musulmon desakda. Ammo hammamiz yolg'on aytadigan bir musulmonni to'liq qabul qilishlik va qabul qila olamiz. Mavu yolg'on aytdi, endi aytib qopti bir haqiqatim deymiz. Yoki aytib qolsam endi deb o'ylaymiz. Ya'ni bizning yolg'onning yomonligiga bo'lgan nafratimiz va inkosimiz bu hadis talab qilganda yerda emas. Bizning pozitsiyamiz nuqtasidan buni qarashimiz lozim. Agar yolg'onchilik ne o'ylayman. Xuddi Tabuk g'azatiga chiqmay qolgan 3 sahoba ijtimoiy embargo bilan yolg'iz qoldirilganiga o'xshash samimiyatsiz odamlar va yolg'onchi kishilar bir jamiyatda yolg'iz qoldirilsa, ularga bir jazo yurgizilsa, anadan keyin bu sistem bütün jamiyat xarakterlik samimiyatning o'rnatilishiga, yerlashishiga nihoyatda foydasi bo'ldi. Agar bizning yolg'onchilikning ig'irligi haqidagi qarashimiz bu qadar zaif va ojiz bo'lsa, bizning bu pozitsiyamiz amaliyotda yolg'onchilikning texmi umumlashishi yoki texmi yo'qolib ketmasligiga asos soladi. Masalan, sizning shirkatingizda ishlab, sizga iqtisodiy jihatda xiyonat qilgan bir yolg'onchi, siz uni bayqab qolgandan keyin siz ishdan bo'shatdingiz. Ammo sizning do'stingiz berib bu yolg'onchini seni ishga oldi. O vaqtda bunda jamiyatda yolg'onchilik, bu xil xiyonat yo'qolib ketamda. Yo'qolib ketmaydi. Bir inson o'zining yolg'onchiligining, xiyonatining amaliy jazosini shu yashayotgan jamiyatdami ko'rgan vaqtida anadagi bu yo'qaydi. Shunga chiqib g'arb jamiyatidagi nurg'unlagan sistemalarning barpo qilinishi, masalan, birisi tijoratda yolg'on aytib saxtapazlik qilgandan keyin uning arxiviga buni kirib qilishi, shuni bilan uning butun keyingi hayotida shu bir qatim aytib tashlagan yolg'oni yoki saxtapazligining butun hayotiga ta'sir ko'rsatishi degandek tuzumlar shu sababdan o'tirib qo'yilgan va shunday qilingan. Amaliyotda yolg'onchilik haqida, samimiyatsizlik haqida iqtisodshunoslik to'g'risida yozilgan asarlar. Ya'ni samimiyatning iqtisodiy taraqqiyotga elib keladigan to'pisi haqida. Ne o'ylab qo'ygan? Masalan, eng aqalli bir narsa. Agar ikki odam orasida, ikki tijoratchi orasida ishonch hukm sursa, birisi-biriga ishonch qila olsa, u vaqtda bu ikkalanning balkim pul melini saqlash, qo'g'dash, o'zaro tijorat qilgan vaqtdagi to'xtamlarga imzo qo'yish, bu rasmiyatlarni bajarish, guvohlik o'rinlariga berib tamg'a bostirish qatorliq bir qator ishlarni qilishini hojat bo'lmaydi. Mana bu bir qator ishlar nurg'un pul xarjlash bilan amalga oshdi. Mana shu pul guvohlik to'lashingiz mumkin, mana shu pul guvohchilik to'lashingiz mumkin, sotga kafolatga to'lashingiz mumkin. Nima ishqa? Chunki ishonmaganligimiz uchun. Demak, ayada asli ishongan bo'lsaqlar, ikkilimizdan yani chuqurda qoldigan zo'r miqdordagi pul ishonch yo'q bo'lganligi uchunla yo'q bo'lib ketadi yani. Aslida biz shu samimiyatning iqtisodiy yuzini, ya'ni ayrim so'zlasak bo'ladi. U haqda Payg'ambar alayhisalom bir hadisini yani isim kelganda aslida. Ya'ni rostchil tijoratchilar qiyomatda payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan o'xshash bir maqomda tirildirildi dedi. Endi bunda maqom yo'qdi endi. Men bilib. Agar bir odam qiyomatda shu payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan o'xshash tirildirilib qolish bo'lsa, faqat rostchil tijoratchilar bilan boshqa narsa emas bu. Nima o'ylab baqinglar? Endi bu hadis bilan cho'nqir hadis, jiq tushundirish lozim. Bu rostchillikning ne kadar güzel, muhimligini ta'kidlash bilan birga qiyin ekanligini ta'kidlaydi. Chunki bir insonni shahid bilan, payg'ambar bilan o'xshash bir maqomga yetkazadigan go'zal amal unda oson bo'lmaydi. Chunki tijorat davomida sizni yolg'on aytishga qistaydigan, yolg'on aytishga yetaklaydigan ezib turg'uvchi kuch o kadar kuchli bo'ldi ekanki, uni bardosh qilish intayin qiyin. Siz rostchilligingizni ching turish uchun, yolg'on aytmasligingiz uchun favqulodda kuchli iymon bilan undan keyin qila olasiz. Shunlashqa shunda bo'ldi.
Şunlaşqa ularning o'rni yuksak bo'ldi. Agar butkul tijoratchilar, buni tasavvur qilaylik, rostchil bo'lib ketdi, ishonchli bo'lib ketdi desak. Masalan, hozir biz Turkiyada tijorat qilish haqida deyishimiz eng qaqshayotgan masalamiz nima? Eng qo'rqayotgan masalamiz nima? Rostchillikning yo'qligi, ishonchning yo'qligi. Bizni qo'rqitayotgan narsa shu, boshqa narsa emas. Agar mushu davlatda, musulmonlar dunyosida iqtisodiy axloqda rostchillik hukmron o'rniga o'tdi degan vaqtda u davlatning, u millatning iqtisodining naqadar gullanib ketalaydiganligini bizlarga nurg'un iqtisodshunoslik bilimlarini o'rganmay turib tasavvur qilib his qila olamiz. Masalan, men Malayziyadagi bir musulmonning ishonch qila olsam, unga telefonlashdim. Men bundan malni sep beray sana desa, men emsi sening puling kelgan, mening kelgandan keyin ko'rib men pulni sep beray, agar saq chiqmay qolsa, menchlik tutib olay desam, ishonsa. O vaqtda mening berishimning, uning kelishining nurg'un jafo mushaqqatning o'rni olmasligi mumkin. Agar men gapimni tutsam va u gapini tutsam, mush oldingi shay aslida. Endi biz tasavvur qilib baxsak, agar tusuchu degan vaqtda u bizning pul topolmasligimizning, ish qilolmasligimizning mumkin emas ish ekanligini his qilamiz. Agar o'sha ishonchlar bo'lgan bo'lsa musulmonlarda, shu rostchillik bilan ishongil bo'lgan bo'lsa. Ammo afsus hozir musulmonlar ishongil bo'lmaydi, boshqalar ishongil bo'lganda. Bu bek masxirlik ko'rinish bu. Gap biroz chechilib ketdi, endi xulosalayapmiz. To'rtinchisi, rostchillik ittifoqlashishning ma'naviy asosi. İttifaqlashish uchun ishonch kerak, ishonch uchun rostchillik kerak. Yana bu yerda rostchillik, ishonch, ittifaqlashishdan iborat bir 3 qadamlik bir formula bor. Buni chuqur esimizda tutishimiz lozim. Endi 5-inchisi rostchillik eng unumli va eng go'zal diniy da'vatdan iborat. 6-inchisi rostchillik bir mo'minga, bir insonga nisbatan ma'naviy xotirjamligining, ma'naviy rohatining asosi. Chunki rostchil bo'lgan vaqtimizda bizda dakkudukka, tashvish, g'amyish bo'lmaydi. Alloh hammamizni ana shunda rostchillardan bo'lishga nasib qilsin. Yolg'onchilikdan nari qilsin Alloh. إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب